Alohida xona tayyorlab qo'yinglar. Kim uchun? Nazokat opaganmi? Afzalli xotiniga. Eringiz bilan ajrashdim. Aybini bo'yniga qo'ydim. Qizlarini olib ketdilarmi? O'zim jahl ustida javobini berib yubordim. Kechirasiz, Sodiq Turg'unovich xonasidami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ishga olib kelishimni aytgandilar. Marhamat, o'ting bu yoqqa. Afzal xotinini Sodiq Turg'unovichni yoniga ishga kirganini bilsa, qayoq bo'lga tusharkan? Bugundan boshlab ofisda ish boshlarkansiz. Har bir masalani men bilan muhokama qilishingizga to'g'ri keladi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Sodiq Turg'unovich, Tinchlikmi? Afzal akani xotinini ko'rgandim. Ayollarni ishga oldingizmi? Axir korxonamizdagi barcha sirlarni eriga yetkazadi-ku. Aqling yetmagan ishga. Burningni ham tiqma, aralashmagan, tushundingmi? Bu ayol menga yoqmadi. Qarashlari g'alati. Indamay basharangga qarab turaveradi. Nimani o'ylaganini Xudo biladi. Keyin uni bizga nima keragi bor? Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Axir u uyda o'tirgan ayol bo'lsa, shuni o'rniga PR bo'yicha mutaxassisni ishga olardik. Bizga mish-mish kerak. Tushundingmi? Ofisda Afzalli xotini Sodiq Turg'unovich ishlayapti degan shov-shuv gap kerak. Ana shunda Afzal deganlarni cho'chitib qo'yamiz. Bu birinchi zarba bo'ladi. O, Troya degan kinoni ko'rganmisan? Yo'q. Hayotdan orqada qolsam bolam. Bugun borib, shu tarixiy film borib ko'rishing kerak. Agar dushmanga bas kela olmasang, uni ichiga kirib olishing kerak. Tushunyapsanmi? Ichiga. Tashqaridan yenga olmagan dushmanni ichkaridan yengasan. Bildingmi? Tushunarli. Juda ham zo'r taktika ekan. Bildingmi? Qo'lidan hech narsa kelmasa ham mana shu yerda o'tirish kerak. Bo'lmaganda bir oy. Keyin haydab olsak ham bo'laveradi. Bu bilan Afzal boyni rosa asabiga tegamizda, ukam. Donosiz. Sizdan ko'p narsa o'rganish kerak. Ey ukam, bilasanmi? Afzal xotinini o'lgudek yaxshi ko'radi. Balkim o'zini qilgan ishlariga afsuslanib o'tirgandir. Ha, balkim. Xullaschi, menga yaqin yursang, qorning to'q, ening butun, cho'ntang pulga to'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Keyin mana bu miyang ham, qovoming ham yaxshi ishlaydigan bo'ladi. Bor endi bor. Bugungi darslik tugadi. Xo'p bo'ladi. O'rgangin. Xo'p. Tavba qildim. Voy, biz bularni yoshdachi, yerga ursachi, osmonga sakrardik. Toni talqon qilardik. Bular lalay o'ladi. Og'ziga oshini oldirib. Tavba qildim. Ko'ramiz. Hali kim kimni tiz cho'ktirar ekan. Afzalbek, fatvo markaziga borib, nikoh masalasida gaplashib kelsak bo'lardi. Yo'q, G'aybulla aka, bormayman. Afzalboy,
Bo'lmasam xotiningiz ularning qo'lida qo'g'irchoq bo'ladi. Bir tomondan otasi, bir tomonda Sodiq uni xohlagan ko'yiga soladi. Ahmoq xotin. Sodiqni qanchalik yomon ko'rishini bilardi-yu. Yana uni yoniga borib balo bormi? Essiz. Sizlar jahldasizlar. Lekin farzandlarni unutmaslik kerak. Bugunchalik o'ylab ko'ring. Balki ertaga ertalab birga o'tib kelarmiz. Kela qol. Kela qol. Vali opa, qandaysiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Mana pirojki pishirib olib chiqdim. Lenaga olib keldim. Voy, rahmat. Давайте, o'ting. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, spasibo. rahmat. Lena uydami? Ha, Yaxshimi? Uyda. Lena, Вот qo'shnimiz соседка senga наши pirojki olib пирожки chiqibdi. привезла. Chiqa qol. Выходи. Lena. Foydasi yo'q. Chiqmaydi. Xo'jayini bilan urushgan. Xafa bo'lib o'tiribdi. Bugun ana qo'shningizni ko'rdim, o'g'iloy. Qaysi o'g'loy? Mana bir devor qo'shningiz. Ha, ro'paramdagimi? Ha. Xo'sh, Aytishiga qaraganda qudayingiz ostonangizga nimadir sepib ketayotgan ekan. bu nima degani? Adashmayapsanmi? Yo'q, o'zi aytdi. Aniq ko'zi bilan ko'ribdi. O'zi aytmoqchi edi, chiqib aytmadimi? Yo'q. U menga hech narsa demadi. Ha. Balki shuning uchun qizim oyog'i bilan yiqilgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Nima sepdi o'zi? Bilmadim. Bir nima sepibdi, sipirib tashladim dedi. Rahmat senga. Agar qizimga bir nima bo'lsa, Allaqachon bo'lgan. Vali opa qizingiz eri bilan urushib qolgan. Ha. Men Lenani uzoqroqqa olib ketishim kerak. O'sha yerda u bolasini dunyoga keltirish kerak. Bular juda qo'rqinchli odamlar. Meni qizimdan uzoqroq turish kerak. Ha, bir nima qilmasangiz bo'lmaydi. Nima qilishim mumkin? Nima bo'ldi? Gaplashdim. Qaysarlik qilyapti. Xotinini Sodiq ishlatganini kechira olmayapti. O'lgan ustiga tepgan qilib, xotini uning oldiga borib nima qiladi? Ochig'i bu ayolga ham hayron qoldim. Qaytaga oilasini asrab qolishga harakat qilmaydimi? Galvars. Bular qaytamga battar qiladi. Menimcha, otasi ko'nmagan. Dildora o'zi aqlli ayol edilar. Ko'rib turibman qanaqa aqlliligini. G'aybulla aka, men bunaqa sevgini ko'rmaganman. Bu hali sevgimi? Lekin hammayamcha sevgisini baralla aytavermaydi. Sevaman deb ko'ksiga urib, jar solmaydi. Xullas Afzal tuyg'ularini gapirmaydigan andishali yigit. Endi jim sevadiganlarni sevgisidan kechish ham oson bo'lmaydi. Men ochig'i bunaqa sevgini tushunmayman. O'rtada farzandlar bor. Afzal xotiniga jahl qildi. Lekin bolalarchi? Bolalarni o'ylamadi-ku. Men ham shuni o'ylayapman. G'aybulla aka, balki domlani ertaga shu yerga olib kelarmiz.
Yaxshi fikr. Mayli. Bir yo'lini qilamiz. Yaxshi bo'lardi. Men qurilishga o'tib kelay. Yana maslahat qilamiz. Xo'p. Rostdan ham yaxshi kompaniya ekan. Ana u xotin qayerda ekan, ha? Yoki xohlasa ishga kelib, xohlasa kelmas ekanmi? Nazokat Botirovna. Shuni tagiga yetishim kerak. Dildaroxon, siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Meni ismim Jahongir. Sodiq Turg'unchni yordamchisi bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Shef aytdilar. Siz loyihani yangi yuzi bo'lar ekansiz. Yangi uylarning reklamasida sizning suratingiz bo'lar ekan. Hozir fotograf keladi. Tayyorlanib turing. Mendan boshqa odam yo'qmi? Odam bor edi. Gaplashib qo'ygandik. Ammo Sodiq Turg'unovich shuni xohladilar. Tushunarli. Mayli. Mayli. Bu chol ataylab meni erim asabiga tegish uchun mendan foydalanyapti. Erim menga Instagramga ham rasm qo'yishimga ruxsat bermasdi. Hozir hamma yerda meni rasmim tarqab ketsa nima bo'ladi? Rashkdan yorilib ketadi. Bir-birimizdan yana ham uzoqlashib ketamiz. Agar erim bilan ajrashib ketsak, nima bo'ladi? Chol shunda meni qurbon qilgan bo'ladimi? Sodiq Turg'unovich, gaplashvasak bo'ladimi? Marhamat, keling o'tiring. Nima gap ekan? Meni loyihani yuzi bo'ladi debsiz. Hozir bir yigit kelib menga aytib ketdi. Rasmga olinadi dedi. Ha, men aytdim. Siz endi mana shu kompaniyamizni ramzi bo'lasiz. Nimasi yomon? Lekin mendan so'ramadingiz-ku. Meni xabarim yo'q. Mana eshitiz bo'ldi. Men rozi emasman. Nimaga rozi emassiz? Chunki erim meni rasmimni hech qayerga qo'ydirmaydi. Kechirasiz-u. Qaysi eringiz haqida gapiryapsiz? Kecha javobingizni berib, uydan haydagan shu paytayin Afzal haqidami? Sizdan voz kechgan inson haqida o'ylab, nima? Yaxshi loyihadan quruq qolib ketasizmi? Qolaversa, buning uchun men sizga yaxshigina alohida haq to'layman. Bu juda katta pul. Tushundingizmi? Hali bunaqa loyihalarga vaqtli emasmi? O'zi endi ishga keldim. Ishqilib, eringiz kelib kechirim so'ramadimi? Yarashmadinglarmi? U kechirim so'ramaydi. Nima? Bo'lmasa siz yalinib borasizmi? Yo'q. Unda nimani o'ylab o'tiribsiz? Shu fotosessiyani ertaga qoldiraylik. Buguncha o'zimga kelib olay. Yaxshi. Kelishdik.
ertaga bo'lsa, ertaga. Siz qo'rqmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Qo'rqmang. Ha, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Shu yerda ishlayapsanmi? Ha, boshqa joyga ishga kira olmaymiz. Qamalib chiqqanlarni kim ham ishga olaman deb ko'zi uchib turibdi. Qo'shimcha ish ham qilasanmi? Qanaqa ish? Kriminal bo'lsa meni aralashtirma. Pul kerakmi? Albatta kerak. Kimga pul kerak emas? Hammaga pul kerak. Mana shu pul seniki bo'lishi mumkin. Xo'p, nima qilishim kerak? Shu yerda G'aybul aka ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Quruvchilarga qarab yuradi. Shu akang uchun baxtsiz hodisa tashkillashtirishing kerak. Boshiga nimadir tushib ketsin yoki o'zi yiqilib tushsin. Xullas bilmadim. Nimadir qilish kerak. Hammasi tasodifiy bo'lishi kerak. Tushundingmi? Hech kim shubhaga olmasligi kerak. Shumi darding? Hozircha shu. Bo'ldi. Tashkillashtiramiz. Bu boshqa gap. Erkakning gapi bo'ldi. Hozircha mana shuni olib tur. Ol. Ish bitgandan keyin hammasi seniki. Yaxshi, kelishdik. 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 Ko'rishamiz. Bo'pti. Mayli Nazokatxon. Endi men bora qolay. Uyda ekansiz-ku. Yana kelib xabar olib turaman. Opa, hozir men ham ko'chaga chiqaman. O'tirib turing, xo'p? Kiyinib chiqaman, birga ketamiz. Bo'lmasam hovlida kutib turaman. Mayli, ixtiyoringiz. Nazokat. Nazokat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keldim Bonu. Nega keldingiz? Gulim. Sizni olib ketgani keldim.
Iye? Bu yerda nima qilyapsiz? Nima, dars bo'lmadimi? Bo'ldi. Uyga ketgim kelmadi. Sizni poylab turgandim. Bekor qopsiz. Ketavermaysizmidi? Zarina, menga IELTS olishga yordam bera olasizmi? Sizda asosan reading bilan speakingda xatolar juda ham ko'p. Agar shular ustida ishlasangiz, yaxshi ball ola olasiz. Iltimos menga vazifa bering, uyda qilib kelaman. Xo'p, men sizga Telegramda mavzuni tashab qo'yaman, xo'p? Kostyum sizga yarashibdi. Savlatli yigit bo'lib qopsiz. Sizni ko'rganlar institutda o'qiydi deb o'ylashadi. Men ham o'qishga topshirmoqchiman. Zo'r-ku, qaysi o'qishga? Moskvadagi uchuvchilik institutiga. Uchuvchi bo'lasizmi? Uchuvchi bo'lish meni orzuyim. Agar siz yordam bersangiz, albatta uchaman. Yaxshi. Uchuvchilar lekin bunaqa yurmaydi. O'ziga qarab, chiroyli bo'lib yuradi. Bunaqa oldingiz ochib yurmang. Xo'p. Mana bo'ldi. Mayli, xayr. Mayli. Mehribonim, Labbay. menimcha biz birga bo'la olmaymiz. Men sizga juft halol bo'la olmayman. Men ko'p o'yladim. Bir qarorga keldim. Men ham ko'p o'yladim. Ammo sizsiz yasha olmasligimni yaxshi tushundim. Shuning uchun ham mana o'zim keldim. Menga ko'p narsa kerak emas, Bonu. Shunchaki yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Menga boshqa narsa kerak emas. Keyin mendan xafa bo'lasiz, jahlingiz chiqadi, baqirasiz. Men baland ovozda gapirgan, qo'l ko'taradigan erkaklardan qo'rqaman, yomon ko'raman. Xo'p, endi sizga hech qachon baqirmayman. Aniqmi? Keyin aynib qolmaysizmi? Aniq. Olib chiqing narsalaringizni. Menga ozgina vaqt bering. Vaqt yo'q, kerak emas. Tezlashing. Men bu yog'iga yolg'izlikka chida olmayman. Choyingizdan bir qultum qaynoqqina ichsam, butun g'uborlarim yoyilib ketadi. Yuring. Men bormayman desamchi? Xo'sh, sizni olib ketish uchun nima qilay? Tiz cho'kaymi? Shart emas. Siz boysiz, men kimman? Monu, sizsiz bu dunyo menga qorong'u, ishoning. Mayli.
sizga oxirgi imkonni beraman. Hozir chiqaman. Yaxshi. Afzalbek. Kelishingizni aytmabsiz. Yuragim siqilib ketyapti. Xonada o'tira olmadim. Bilardim shunaqa bo'lishini. Qo'liz ishga bormay qoldim. Xotinim oldida bitta maraz o'ralashib qolgan. Menimcha hammasini otasi qilyapti. Bu endi sizning xotiningiz emas. Siz allaqachon javobini berib bo'lgansiz. To'g'ri. Afsuslanayotgan bo'lsangiz, fatvo markaziga borib kelaylik. Shar'iy yo'lini so'raylik. Nima? Birinchi kundan yalinishim kerakmi ularga? Qurib ketsin shu g'urur. Oilani deb barcha g'urur sinadi. Bolalaringiz bor. Siz g'ururingiz emas, bolalaringizni o'ylang. G'aybulla aka, men qaynotamga hech qachon yalinmayman. Unaqa bo'lsa qiynalib yuravering. Bu ketishda qaynotasi sizdan qasd olaman deb xotiningizni boshqaga yerga berib yuboradi. Nega unaqa qaraysiz? Ko'rib turibsiz-ku. Bu pastkashlarning qo'lidan hamma narsa keladi. Ulardan hamma narsa kutsa bo'ladi. To'g'ri gapirdingiz. Meni sindirish uchun nima kerak bo'lsa, o'shani qilishyapti. Qaynotasi qimorbozligini bilarmidingiz? Boshida bilmaganman. Shunchaki oddiy oshpaz deb o'ylar ekanman. Choyxonada ishlaydi deb o'ylar ekanman. Hammasini to'ydan keyin bildim. Agar bilgan bo'lsangiz, bu odamdan ehtiyotroq bo'ling. O'zim ham aytdim, shuncha pulni qayerdan oldi bu deb. Hammasini qimordan topgan ekanda yaramas. Vaqtida ular bilan muomalani to'xtatib, to'g'ri qildik. Ishimizga harom aralashmagani yaxshi. Yaxshi, meni to'xtatib qolganingiz. Sahal qolsa, eshikni ochib yuborardim. Opa, meni olib ketishga kelibdilar. Yo'q desam ham qo'ymayaptilar. Bormang endi. Ertaga yana biror narsa bo'lib qolmasin. Baqirmayman, jahl qilmayman deb so'z berdilar. U ham aytadi. Ham aytganidan qaytadi. Opa, g'alati ko'rinar ekan. Tiz cho'kaman, yalinaman deyapti. Mensiz yashay olmas ekan. Atigi bir kunda-ya battar bo'lsin. Hali bu dunyodan xor bo'lib o'tadi. Opa, qo'ying. Kechirimli bo'ling. Kek saqlamang. Sizga shuncha tushuntirdim. Kek saqlasangiz kasal bo'lib qolasiz. Bu narsa ichingizdan yeb yuradi. Mana, men hamma erlarimdan minnatdorman. Ular menga borini, mehrini, pulini berishgan. Mingisi faqat bu odam azob bergan. Mana, jazosini olyapti.
Aslida dunyoda yolg'izlikdan yomoni yo'q, opa. Erkaklar yolg'iz yasholmaydi. Hayotidan ma'no yo'qolib qoladi. Bir o'zi qiynaladi, o'zini eplolmay qoladi. Eringiz shundan qo'rqyapti. Menga esa farqi yo'q. Pulini shulaman, mazza qilib yuraman. Boyim, mehribonim desam bo'ldi. Bu dunyoda qo'l bilan oyoq ishlashi shart emas. Aql bilan ish qilish kerak. Men hozir bu yerdan ketaman. Ketayotganingizda eshikni qattiqroq yopsangiz, o'zi qulflanadi. Biroz o'tirib, dam olib, keyin ketarsiz. Xo'p, Telefonlashamiz. xo'p. Hamma ishlarimiz yaxshi ketayotgandi. Cholni bilib qolgani chatoq bo'ldi. Endi bo'lsa oyoq ostida o'rlashib yuribdi. Shuning uchun ham chol bilmasin degandim-da. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurganda ancha ishni bitirib olgan bo'lardik. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. O'zi ofisda bitta ehson qilsak bo'lardi. Osh tarqatib, Qur'on tilovat qildirsak bo'lar ekan. Shuni tashkillashtirishga o'zingiz yordam bersangiz bo'lar ekan. Ha, shuni to'g'ri aytdingiz. Qurilishda ham qo'y so'yib, ishchilarga tarqatsak yaxshi bo'lardi. Bolalarga olib borsin, duo qilib qo'ysin. Balki balolarimiz arirmidi. O'zi asli bu ishni allaqachon qilishimiz kerak edi. Mayli, xayrli ish kechi yo'q. To'g'ri. Hali ham kech emas. Baybil aka, mayli. Men bora qolay. Ofisga borasizmi? Ha, ozgina qiladigan ishlarim bor. Bo'lmasam bu xayollar meni yeb qo'yadi. Bo'lmasam men ham siz bilan ketaman. Sizni bunaqa paytda yolg'iz qo'ymaganim ma'qul. To'qchilikda topganing dushman, qiyinchilikda topganlaring do'st deyishadi. Shu gaplar rost ekan. Rost. Xalqimiz juda ham dono maqollarni topib gapiradi-da. Hammasi sinalgan haqiqat. Dadam shunaqa derdilar. Qarang, bilgan ekanlar-da. Ha. Ketdikmi aka? Qani, yuring. Keling Bonu, keling. Qaytganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Siz bilan gaplashib olishim kerak. Xo'sh, nima haqida? Xarajatlarim haqida. Rozi bo'lsangiz. Yaxshi, gaplashib olamiz. Ha, sizga aytgancha, zo'r dugona topib qo'ydim. Dugona? Kim ekan? Afzalla xotinini ishga oldim. Ikkilovlar birga o'tirsanglar ham bo'ladi. Shunday. Yuring. Oying ketamiz degandi. Nima bo'ldi? Ketadigan bo'ldinglarmi? Ha, bugun ketamiz. Qayerga? Sergey tog'amnikiga. Qishloqqa ketasizlarmi? Ha. Lekin men u yerga borgim kelmayapti. Oying o'zlari ko'rinmaydi. U bu joyga chiqdimi? Ha. Tog'am shaharga kelayotgan ekan. Birato'la bizni ham olib ketar ekan.
Oyimda biror ishingiz bormidi? Qaynonang folbinga borayotgan ekan. Eshigilan tagiga nimadir sepib ketayotgan ekan. Qo'shnilarimiz ko'rib qopti. Oying aytdilarmi? Yo'q. Nima bo'pti? Nima xohlasa, shuni qilaversin. Sen bilmaysan, bu yaxshi emas. Bolangga bir narsa bo'lsa-chi? Hech narsa qilmaydi. Folbin, bunaqa narsalarga ishonmayman. Ha, yo'q. Sen noto'g'ri o'ylayapsan. Meni yoshligimda bir voqea bo'lgan. Shundan keyin folbinlarga boradigan odamlardan uzoqda yuraman. Nima bo'lgan? Opa. Shu choyingizni sirini aytmadingiz-a? Ichib ko'rasizmi? Ha, yo'q. Ichmayman. Sizga zahar bermayapman. Meni ham sehrlab qo'ymang deyman-da. Bu choy faqat Sodiq Turg'unovichga ta'sir qiladi. Yordamchilarga o'tmaydi. Xavotir olmang. Ichasizmi? Ha, yo'q. Keyingi safar. O'zingiz bilasiz. Men hammaga ham choy damlab bermayman. Ha, mayli. Yaxshi ishlang. Yaxshi yetib oling. Bu bir baloni biladimi deyman-da. Choydan ichmadi. Qiziq. Yoshligimda qo'shnimiz bo'lardi. Qaynona kelinini yoqtirmasdi. Doim urushgan. Har bir qilgan ishidan kamchilik topardi. Kelin bechora qaynonadan qo'rqardi, lekin chidab yashardi. Bolali bo'ldi. Kunlarning birida qaynonasi qo'shni mahallada yashaydigan folbinni uydan chiqib ketayotganini ko'rib qoldim. Ko'p o'tmay kelini o'z joniga qasd qildi. Kelinning o'limini sababini hech kim bilmadi. Dahshat bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Hammasiga shu folbin sababmi? Shunaqa. Ular shaytonlar bilan ish bitirishadi. Oying shuning uchun ham ketaylik deyapti shekilli. Senga maslahatim, ketganinglar yaxshi. Qo'y shu oilani. Sen sog'lom bolani dunyoga keltirishing kerak. Qodirini nima qilasan? Baribir onasi seni o'g'li bilan yashattirmaydi. Oyim hamisha aytadi, bola otasi bilan o'sish kerak. Mayli, yana ham o'ylab ko'ringlar. O'zingizlar bilasizlar. Men ham ishlarimni qilib bo'ldim. Ketsam bo'ladimi? Boya seni bir yigit bilan ko'rgandim. Shu yerda o'qiydigan bitta o'quvchi. Sen biz bilan shartnoma tuzgansan. Shartnoma shartlarini o'qib chiqqanmisan? Yo'q. Shartnomani bandida ishxonada sevishish taqiqlanadi. Shunaqa deb yozilgan. Kim shartnoma qoidalarini buzsa yoki munosabatlarga kirishsa, ishdan haydaladi. Ayniqsa o'quvchilar bilan.
Men hech kimni sevib qo'yganim yo'q, ustoz. Kim aytdi? Boyagi bola bilan 2-3 marta ko'rdim. Uni o'zi yuradi ustoz orqamdan. Unga sekin tushuntirib qo'y. Senga ish muhimmi yoki munosabatmi? Bu nima deganingiz ustoz? Men ishlashim kerak. Oyijonim yuzlarini yorug' qilish uchun ham harakat qilyapman. Unda gapga qolmasdan gaplashib ol. Hop, hal qilaman. Xayr ustoz. Xo'p. Keling Banu, keling. Keldim. Siz yaxshi Yo'q, ko'radigan aylanib choydan o'ting, olib keldim. Rahmat. O'tiring. Banu. Qo'lingiz bilan shirin. Mana shu choyingizni ichsam, rohatlanaman Banu. Baraka toping. Rahmat. Ajoyib. Biram. Dilim yayraydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aytgancha. Boya nima haqida gaplashmoqchi edik? Meni ayollarga xos kichik xarajatlarim bor shu haqida. Yana keyin pulimni nimaga ishlatib qo'ydingiz gulim deb urchib yurmang. Hop, qani aytingchi? Men dushanba, chorshanba va juma kunlari fitness klubga boraman. U yerda nima qilasiz? Sport bilan shug'ullanaman, qomatimga qarayman. Keyin basseynga, massajga deganday. Xullas shu 3 kun o'zimni sevaman. Yaxshi. Shumi bo'ldimi? Seshanba, payshanba va shanba kunlari kosmetologga boraman. Yuzimni va terimni parvarish qildiraman. Dugonalarim bilan uchrashaman, do'kon aylanamiz, restoranlarga borib ovqatlanamiz, g'iybatlashamiz. Yo mayli-yu. Menga ham vaqt ajratasizmi? Siz uchun yakshanbani olib qo'ydim, bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat hamma ishni tushlikdan keyingi reja qilasiz. Ofisda men bilan yarim kungacha ishlab, keyin asha basseyngami, fitnessgami boraverasiz. Rahmat. Bilardim mendan pul emasligingizni. Unaqa joylar juda qimmat turmasa kerak, a? Men arzon joylarga bormayman. Qimmat va sifatli joylarga boraman. Kimsan Sodiq boyni xotiniman-ku. Demak, qimmat deng. Endi siz uchun balki arzimagan puldir. Xalq uchun qimmat. Unaqa bo'lsa mayli. Muhimi, siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Meni yonimda har doim ochilib chiroyli bo'lib yuring. Rahmat, harakat qilaman. Shuning uchun ham sizga yo'q deya olmadim. Endi har doim yoningizda bo'laman. Keyin haligi hisobotlarni ham bir ko'rib berasiz, xo'p? Albatta. Choydan iching. Nozik keldim. Meni xotinimni qo'li singan.
ovqat qilmaydi. Men esa doimgidek oyimga ketaman. U bo'lsa oyisinikiga. Afzal pulni qayerdan oldi? Siz taniydigan G'aybulla bor-ku, o'sha beribdi. Uni shunaqa katta puli bor ekanmi? Uyda ham ovqat qilyapsizlarmi? Anu ilonchang ovqat pishiryaptimi? Zarina menga boshqa telefon qilma deb SMS yuboribdi. Endi bitta do'st topdim deganimda, u ham yuzini o'girib ketdi. Lekin ko'rinishidan juda sodda odamga o'xshardi-yu, lekin tagi baquvvat ichidan pishgan ekan. G'aybullani mendan yashirgan puli bor ekanda. Tirjayib yurganidan bir balosi borligini sezuvdim. तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। हम आपको हर व्लॉग में बोलते हैं कि आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि हमारे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है लाजमी कि हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं आप लोगों को। तो हम आपको इस व्लॉग में मैच की अपडेट देते रहेंगे। देखते हैं मैच क्या चल रहा है मैच का। अभी तक तो मज़ा आ रहा था मैच में जब मैं देख के आया हूँ, तो आगे देखते हैं क्या बनता है मैच का। तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, इसे आपको बोलता हूँ ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। तो ये हमारा व्लॉग 20 मिनट का होगा। तो जैसे कि आज मैच है हैदराबाद वर्सेस किसका, इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जो भी जीतेगा फाइनल में जाएगा और वो पिशावर ज़ल्मीज़ के साथ फाइनल खेलेगा। तो इस बार की जो खतरनाक टीम बनी हुई है वो है पिशावर ज़ल्मी। टीम इतनी खतरनाक बनी हुई है यार, ये आपको बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। आप लोग खुद भी देखते होंगे PSL। तो लाइव स्कोर आप लोगों को बताएंगे इस मैच में हम, वो इस व्लॉग में सॉरी। तो सब्सक्राइब लाजमी कर रहा है आप लोगों ने यार, शेयर भी करना है भाई ताकि हिमाचल ग्रो हो। बस चल रहा है ये, थोड़ा सा मसला कर रहा है, तमाशा है में थोड़े बहुत मसले आ जाते हैं, लेकिन ऐप अच्छा है यार, ये फ्री में चल जाता है। वैसे माइको भी चल जाता है फ्री में माइको। और ये है ना कौन सा, ये नाम क्या है उसका, भूल गया मैं। इनके हैं 4 एक्स्ट्रा रन दिए हैं इस्लामाबाद ने, 1 आउट है इनका, 70 रन से 9 ओवर। स्कोर तो कम है यार, स्कोर मजे का नहीं हैदराबाद किंग्समैन का। तो इनका बोर्ड है, इनका वो है ना शेरू, इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड इनका वो है। तो ग्रीन ओवर पर हैं, ग्रीन 15 स्कोर दिए हैं ग्रीन ने 2 ओवरों में। देखते हैं क्या बनता है। शॉट मार निकले लबुशेन, सिंगल आएगा, फिल्टर के हाथ में मारी है। अब सामना करेंगे सलीम अय्यूब, इनके 26 पर 38 रन से, 26 में 36। सही तो नहीं खेल रहे, बस गुजारा खेल रहे हैं सलीम अय्यूब भी, मज़ा नहीं कर रहा सलीम अय्यूब। इनकी जो फॉर्म थी ना 2025 की शुरू में वाली फॉर्म नहीं, इनके हैं 38 हैं, 26 पे 38। और लबुशेन के हैं 25 बोले 29। बकवास खेल रहे हैं बिल्कुल लबुशेन। तो सामना करेंगे ग्रीन का, ये मुझे आउट छक्का लग रहा है, आउट भी हो सकता है, आउट। कैच पकड़ लिया चैपमैन ने, लबुशेन आउट हो गए। चैपमैन ने मेरा अंदाजा चैपमैन ने कैच पकड़ा है, ग्रीन विकेट ले गए। देखते हैं किसने कैच पकड़ा है, मैं लबुशेन ने, चैपमैन ने पकड़ा है। ये चैपमैन अच्छे प्लेयर हैं, ये IPL में जाना चाहिए इनको, IPL में अच्छे पैसे मिलेंगे इनको। पाकिस्तान में कहाँ पैसे मिलते हैं इनको अच्छे। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। तो इतना मुश्किल नहीं था, आसान भी नहीं था। देखते हैं क्या बनता है। तो मैं यहाँ तक वो है ना, मैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हूँ, क्योंकि जब ये आ गए ना फॉर्म में, हैदराबाद फॉर्म में चल रही है, ये फिर पीछे लेके जा सकती है पिशावर से, छीन सकती है पिशावर से, क्योंकि टीम बहुत तगड़ी बनी हुई है इनकी। हैदराबाद किंग्समैन की अच्छी टीम बनी हुई है इसलिए। तो इस्लामाबाद जीते, शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड से हम जीत सकते हैं, इससे बहुत मुश्किल है।
हैदराबाद किंगमैन से। हैदराबाद किंगमैन बड़ी फॉर्म में चल रही है, मर्जी है। तो आप लॉकडाउन का वो ज़्यादा करें, लॉकडाउन पे अमल ज़्यादा करें आप लोग। तो हम लाइव मैच देख रहे हैं। अब आए हैं ग्लेन मैक्सवेल, इनके 8 मैच 6वें रन हैं, 155 का स्ट्राइक रेट, 150 इनकी, 70 रन इनके बेस्ट हैं अभी तक जब आएंगे। 8 मैच मेरे ख्याल से इतना मजे का नहीं है रन इनके, 155 का स्ट्राइक रेट। उम्र भी तो हो गई यार इनकी, बुढ़े हो गए बेचारे। देखते हैं क्या होता है। ग्रीन का सामना करेंगे मैक्सवेल, 0 बॉल 0 रन मैक्सवेल। ये आ रहे हैं ग्रीन बॉल कराने और देखते हैं क्या होता है। ये सिंगल आएगा मैक्सवेल की तरफ से। अब लबुशेन सामना करेंगे ग्रीन का, तो देखते हैं 2 आउट 72 रन पर, 9 इशारे 3 बॉल पर। तो कैच आउट हुए हैं, ऐसे शॉट मार रहे थे निकल के, शॉट सही से उठा नहीं उनसे, वरना छक्का हो जाता अगर शॉट सही से उठता तो। लबुशेन कमाल के बॉलर। लबुशेन मजे के नहीं है। लबुशेन खेलेंगे अब, दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया के, मैक्सवेल भी और लबुशेन भी। अब सिंगल आ गया, पहले पे 1 रन निकला, फिर विकेट आई, फिर सिंगल। ग्रीन अच्छे करा के बैठे हुए हैं। तीसरा ओवर, 2 बॉल 1 विकेट 18 रन। अब मैक्सवेल सामना करेंगे ग्रीन का, देखते हैं क्या बनता है। तो आते हैं ग्रीन बॉल कराने, देखते हैं ये बच गए, वरना आउट हो जाते शायद। ये अच्छी बॉल मारी।